Have you ever wondered why hockey has so many fans? Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun xokkeyning ishqibozlari bunchalik ko'p? Men o'ylab ko'rdim va mana qanday xulosaga keldim. Xokkey tomoshabob, zo'r berib o'ynaladigan va o'ziga mahliyo qiluvchi o'yin. Bu doimo o'ziga xos vibe, havoda sezilib turadigan jamoaviy ruh va o'yinga xos o'ta hissiy an'analar. Ko'plab mamlakatlarda xokkey jamoasi uchun butun boshli sport majmualari quriladi. Qozog'istonda ham shunday qilingan. Mening ortimda Baris Arena sport majmuasi, qoyil maqom, ko'p funksiyali va juda ko'rkam. Men Madi Fazil, har gal Sporting Marvels dasturida Qozog'istondagi birorta sport inshooti haqida hikoya qilaman. Bugun bizdagi asosiy xokkey arenasini ko'rib chiqamiz. Our main hockey arena. Baris Arena me'morchiligi o'zida estetik jozibadorlik va funksionallikni jamlagan. Uni Qozog'istondagi eng zamonaviy hamda ko'zga ko'ringan sport obyektlaridan biriga aylantirilgan. Bino ellips shaklda barpo etilgan. Bu dinamikaga intilish va zamonaviylik ramzi hisoblanadi. Fasadi qalin oynavand panellar bilan bezatilgan bo'lib, bu shaffoflik va yengillik ta'sirini beradi. Shuningdek, atrofdagi manzarani ham aks ettiradi. Arenani shahar muhitiga yarashiqli qiladi. Keng mo'l zallar, zamonaviy tribunalar va qulay infratuzilma tomoshabinlar uchun yoqimli muhitni yuzaga keltiradi. Arena sig'imi 12 mingga yaqin o'rindan iborat. Bunga VIP zonalar, matbuot markazlari va imkoniyati cheklanganlar uchun maxsus joylar ham kiradi. Ichki devorlar va shift tovushni yutadigan maxsus panellar bilan jihozlangan. Bu sport tadbirlari uchun ham, konsertlar uchun ham ko'ngildagidek akustikani ta'minlab beradi. Baris Arena это очень многофункциональная arena. Baris Arena o'ta ko'p funksiyali maskan, 3 ta bo'limdan iborat: A blok, B blok va C blok. Bu yerda Baris xokkey klubining uy matchlari bo'lib o'tadi. Shuningdek, arenani konsert o'tkazishga moslashtirsa bo'ladi. Konsertdan tashqari, masalan, qozoqcha kurash ham tashkil qilish mumkin. Также помимо концертов можно провести, например, казахские бои у нас здесь были. Baris Arena xalqaro darajadagi sport bellashuvlaridan yirik miqyosli madaniy-ijtimoiy tadbirlargacha bo'lgan keng spektrdagi marosimlarni o'tkazish uchun universal maydonchaga aylandi. Uning ko'p funksiyaviyligi va texnik imkoniyatlari jahon standartlariga muvofiq bo'lishiga imkon beradi va eng qat'iy talablarni ham qondiradi. Shubhasiz, Baris Arenaning asosiy vazifasi xokkey matchlarini o'tkazish. Baris xokkey klubining kontinental xokkey o'yinlari ligasi doirasidagi uy bellashuvlari minglab ixlosmandlarni o'ziga jalb etadi. Arena shuningdek Qozog'iston yoshlar termasini ham qo'shganda boshqa jamoalar uchun o'yin va mashg'ulot, milliy chempionatlarni o'tkazish joyi bo'lib xizmat qiladi. Arena bazasida muntazam ravishda xokkey, figurali uchish, short trek bo'yicha xalqaro turnirlar o'tkaziladi. Bu yerda tashkil qilinadigan tadbirlar orasida nufuzlilari, dunyoning turli davlatlaridan kelgan jamoalar ishtirok etadigan Xalqaro xokkey federatsiyasi turnirlari, mamlakatning eng kuchli sportchilari qatnashadigan figurali uchish bo'yicha Qozog'iston chempionati, milliy sportimizning tashrif qog'oziga aylangan xokkey bo'yicha Qozog'iston prezidenti kubogi turniri. Baris Arena Xalqaro xokkey federatsiyasi, Kontinental xokkey ligasi va boshqa bir qator sport tashkilotlari bilan faol hamkorlik qiladi. Ushbu hamkorlik doimiy ravishda yuqori darajali turnirlarni qabul qilish va texnik hamda tashkiliy standartlarga muvofiqlikni ta'minlash imkonini beradi.
Rossiya, Finlandiya, Shvetsiya va boshqa davlatlardagi xokkey klublari bilan hamkorlik Qozog'istonning xalqaro hamjamiyat bilan sport aloqalarini mustahkamlaydi. Shu bilan birga arena sport anjomlari va muz borasida g'amxo'rlik qilish uchun zaruriy texnologiyalarni ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bilan aloqa bog'lagan. Arenadagi muz xuddi durga o'xshab alohida qarovni talab qiladi. O'z ishini kerakli tarzda bajarayotgan ushbu texnikaga bir qarang. Ochilgan paytidan boshlab Arena Xalqaro xokkey federatsiyasi va Kontinental xokkey ligasining barcha talablariga javob bera oladigan obyekt sifatida sertifikatlangan. Muz sifatiga keladigan bo'lsak, qatlam sovutish va ishlov berishda ilg'or texnologiyalarni qo'llagan holda yuzaga keltiriladi. Bu esa uni mintaqada eng yaxshilardan biriga aylantirgan. Сам лед, да, это исключительный, он соответствует... Muzning o'zi, bu istisno. U milliy va kontinental xokkey ligasi standartlariga mos keladi. Muz tayyorlashning 5 ta bosqichiga amal qilamiz. Boshlanishi uchun shahar suvini qumli, ultrabinafsha filtrdan o'tkazamiz. Shuningdek, keyin qayta o'tkaziladi. Suv aralashtiriladi va muz ustiga quyiladi. Смешивание воды и уже подаем сюда, на лед. Muzli sahnalar yaratish 19-asrdan boshlangan desa bo'ladi. O'sha paytlari xokkey va figurali uchish Yevropa hamda Shimoliy Amerikada ommalashishni boshlagandi. Dastlabki yopiq muz yaxmalaklari sun'iy sovutish texnologiyalari rivojlangani tufayli paydo bo'la boshlagan. Bu istalgan ob-havo sharoitida muz hosil qilish imkonini berardi. Birinchi muz arenalaridan biri Montrealdagi Victoria Skating Ring bo'lib, 1862-yilda ochilgan. Mazkur arena zamonaviy xokkey poydevorini qo'ygan dastlabki xokkey matchlari uchun maydoncha vazifasini o'tagan. 20-asr boshlarida bir qator mashhur obyektlar paydo bo'ldi. Bular 1925-yilda Nyu-Yorkda barpo etilgan Madison Square Garden va Torontoda 1931-yilda qurilgan Maple Leaf Gardens. Mazkur maskanlarda nafaqat sport tadbirlari o'tkazilgan, balki ular madaniy hayot markaziga ham aylangan. Texnologiyalar rivojlangani sari muz arenalari zamonaviy ventilyatsiya, yoritish, maydon transformatsiyasi va shu kabi tizimlar bilan jihozlana boshladi. Bunday majmualarda bo'lish tobora qulaylashib bordi. Men Baris arenani nafaqat sportda, balki texnologiyalar borasida ham mo'jiza deb atagan bo'lardim. Butun majmua birinchi sovutib, boshqasini isitadigan, uchinchisini tozalab, shamollatadigan, yoritadigan va boshqa ishlarni bajaruvchi tizimlarning yaxlit chatishmasidan iborat. Hammasi yo'lga qo'yilgan, hammasi xizmat ko'rsatadi. Bari aqlli texnologiyalar tamoyiliga binoan ishlaydi. Bugungi kunda sayyoramizda munosib muzli sport majmualari anchagina. Masalan, Helsinkidagi Hortwell Arena yoki Edmontondagi Rogers Place. Ushbu ikki arenani aksariyat odamlar dunyoda eng yaxshilardan biri deb hisoblaydi. Ular innovatsiyaviy muhandislik yechimlari bilan jihozlangan, energiya tejovchi texnologiyalar, multifunksional maydon ham mavjud va albatta, chin ma'noda ular imkon qadar raqamli qulayliklar bilan to'la. Masalan, interaktiv ekranlar. Finlarning Hortwell arenasi 13 mingga yaqin tomoshabinni sig'dira oladi. Darvoqe, 12 mingtacha o'ringa ega Baris arenani unga qiyoslasak bo'ladi. Kanadada 2016-yilda ochilgan Rogers Place arenasiga esa 18,5 mingtagacha tomoshabin sig'adi. Baris arena haqida-chi? Bizning sport majmuamiz mutlaqo raqobatbardosh. U yuksak jahon standartlarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan va qurilgan. Bundan tashqari uni loyihalashtirishda muhandislik vazifalari bitta mahalliy xususiyat, iqlim tufayli murakkablashdi. Ma'lum bo'lganidek, biz qaynoq mehr bilan sevgan Astana dunyoning eng sovuq poytaxtlaridan biri, ammo Baris arena iliq, qulay va shinam bo'lib chiqdi. Me'mor va muhandislar iqlim chorloviga munosib javob bera oldi. Bunda kam tilga olinadigan xususiyat va Baris arenani jahondagi boshqa ko'plab analoglardan farqli tomoni ham bor.
Sport obyekti bir necha yildan beri ishlab turibdi va hozirgi kunda oddiy sport majmuasidan ko'ra ko'proq narsani bildiradi. Bu tortish nuqtasi, poytaxt hamda butun mamlakat sport va madaniy hayotining markazlaridan biri. Тут практически ежедневно проходят какие-то мероприятия. В основном тут проходят игры. Xo'sh, bu yerda har kuni birorta tadbir bo'lib o'tadi. Asosan Baris xokkey klubining o'yinlari o'tkaziladi. O'yin bo'lmagan vaqtlarda bu yerda konsertlar o'tkazsa bo'ladi. Yulduzlar keladi, odamlar keladi. Shuningdek, konsertdan tashqari biror umumiy global musobaqalar tashkil qilinishi mumkin. Masalan, yaqindagina Qozog'iston barisi bo'ldi. Kelishdi, bellashishdi. Допустим, недавно был Казахстан барысы. Приезжали, боролись. Baris Arena qurilish loyihasi Qozog'istonda keng miqyosli sport infratuzilmasini rivojlantirish rejasining bir qismi edi. Bu reja sportning ommalashtirish va xalqaro tadbirlarni o'tkazish uchun shart-sharoit yaratishga yo'naltirilgan. Arena ilg'or me'moriy va muhandislik yechimlarini hisobga olgan holda loyihalashtirilgan. Asos sifatida dunyoning eng yaxshi sport inshootlari namunasi olingan. Qurilish 2012-yilda qozog'istonlik va xalqaro mutaxassislar rahbarligida boshlangan. Loyihani amalga oshirishda ekologik va texnik xavfsizlikning qat'iy standartlariga rioya qilindi. Arena muz sahnida o'tkazilgan birinchi sport tadbiri. Baris klubi ishtirokidagi xokkey matchi bo'lib, obyektga Qozog'iston xokkey jamoasining yangi uy arenasi maqomini berdi. Bu mashg'ulot va bellashuvlar o'tkazish uchun sharoitni bir barobar yaxshilashga zamin yaratdi. Shuningdek, yanada ko'proq muxlislarni jalb qildi. Baris bir necha marta KXLda play-offga chiqdi. Xalqaro sahnada Qozog'iston xokkeyi ramziga aylandi. Baris Arena sharofati bilan klub dunyoning eng yaxshi jamoalarini qadrdon uyida qabul qilish imkoniyatini qo'lga kiritdi. This is the very place where the main actions take place. Bu hamma narsa mos holda o'ylab chiqilgan xuddi o'sha joy. Yirik xokkey arenasi. Bu yerda qiziqarli musobaqalarni bir vaqtda 11 ming nafar odam kuzatishi mumkin. Bilasizmi nimasi qiziq? Ana u yerda tomoshabin o'zi uchun qulay havo haroratida ust kiyimini yechib o'tirishi mumkin. Mana bu yerda. Binoning boshqa qismida esa o'zgacha harorat hukm suradi. U biroz pastroq, chunki endi sport holatidagi. Odatda qizib turadigan o'yinchilar uchun qulay qilingan. Muz uchun ham sahnadagi havo sovuqroq bo'lishi doimiy ijobiy ta'sirga ega. For the eyes, which thrives in a cooler environment. The ice temperature here is always stable. Bu yerda muz harorati hamisha barqaror va ko'p qatlamli konstruksiya tufayli bir xilda saqlanadi. Aqlli muz tizimi esa energiya yo'qotishni kamaytirishga yordam beradi. Shunday ekan, o'ylashimcha xokkeychilar o'yin paytida muz qatlami sifatidan huzur oladi. Of the ice during the game. Baris Arena muz qatlami eng zamonaviy texnologiyalarni qo'llash natijasi bo'lib, bu uni Markaziy Osiyoda eng yaxshisiga aylantiradi. Jahon standartlariga mos qiladi. Arenadagi muz sovutish va quyish tizimi ko'magida yuzaga keltiriladi. Bu uning pishiqligini, uzoq chidashi va bir tekisda bo'lishini ta'minlaydi. Muz qalinligi 4-5 sm ga yaqin. Bu professional arenalar uchun standart sanaladi. Qatlamni vujudga keltirish uchun mineralsizlantirilgan toza suv ishlatiladi. Bu havoda pufakchalar hosil bo'lishidan qochish imkonini beradi va muzni keragicha shaffof qiladi. Arena ostida kuchli truboprovod tizimi joylashgan. Sovutilgan suyuqlik shu orqali aylanadi. Bu muz harorati barqaror, -5 darajada bo'lishini ta'minlaydi. Bu esa xokkey matchlari va figurali uchish uchun optimal harorat. Har bitta mashg'ulot yoki matchdan keyin muz maxsus muz quyish mashinalari ko'magida qayta ishlanadi. Ular muzning yuqori qatlamini olib tashlaydi, yuzani tekislab chiqadi va suvning yangi yupqa qatlamini quyadi.
Baris Arenada muz universal holatda yuzaga keltiriladi. Bu undan xokkey matchlarida ham, figurali uchish bellashuvlarida ham foydalanish imkonini beradi. Muzning bunday yuksak sifati har kungi qarov tufayli saqlab turiladi. У нас свет 3 уровня. Bizda 3 darajali tozalash mavjud. Bundan tashqari, muz uchun suv tayyorlaymiz. Qayta o'tkazish tizimi bor. Xo'sh, biz standart bo'yicha ishlaymiz. Стандартом. Tomoshabinlarga qulay sharoit yaratish uchun zaldagi harorat qudratli ventilyatsiya va konditsioner tizimi orqali tartibga solinadi. U muzni sovutish tizimi bilan sinxron ishlaydi. Shuningdek, issiqlik rekuperatsiyasi tizimi ishlab turibdi. Bunda uskunalar ishlashi natijasida hosil bo'ladigan ortiqcha issiqlik binoni isitishga yo'naltiriladi. По технической части это современное здание. Texnik jihatdan olganda bu zamonaviy bino, zamonaviy uskunalarga ega. Bizda dispetcherlik tizimi mavjud. Hammasi avtomat tartibda ishlaydi. Biz asosan bino operatorlariga suyanamiz. Yoritishga kelsak, ayni paytda to'liq yoritilgan. Shu bilan birga mashg'ulotlar uchun chiroqlar bor. Tejash maqsadida mashg'ulot chiroqlarini ishlatamiz. Taxminan 600 tacha yoritgich mavjud. 2,5 mingta lyuks aytilgan. Barcha talablarga rioya qilinadi. У нас соответствует всем требованиям. Baris Arena sport majmuasida hayot qaynaydi. Zero bu yerda ulkan muz arenasidan tashqari Olimpiada standartlariga javob bera oluvchi zamonaviy basseyn ham bo'lib, istovchilar uchun ochiq. Unda professional sportchilar uchun ham, yaxshi jismoniy holatda bo'lishni xohlaydigan oddiy havaskorlar uchun ham sharoitlar ko'zda tutilgan. Bolalar, o'smirlar sport maktablari bilan ish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bolalar tajribali murabbiylar rahbarligida suzish va suv polosi bilan shug'ullanishi mumkin. Ayniqsa yoshlar sevimli sport turi bilan shug'ullanib, foydali va quvnoq vaqt o'tkazishi imkoniyati mavjudligi uchun bu maskanni qadrlaydi. Мне кажется, это очень такой популярный. Menimcha bu yoshlar orasida o'ta ommalashgan sport majmuasi. Chunki Baris xokkey klubidan tashqari, tabiiyki bu yerga oilaviy kelishadi. Yoshlar ko'p, ular ko'pincha o'rta blokda. Молодежь приходит и на игры Намада, которые проходят с... Kichik zaldagi B blokda o'tayotgan nomadlar o'yinlariga keladi. Shuningdek, yoshlar basseynda suzish uchun ham keladi. Menimcha bu juda mashhur joy. Yoshlar uchun mashhur arena. Вот, мне кажется, это очень такой популярная арена для молодежи. Arena barcha sportchilar, tomoshabinlar va oddiy keluvchilar uchun qulay. Bu taassurot olish, sport bilan mashg'ul bo'lish yoki shunchaki ko'ngilli vaqt o'tkazishga mos joy. Baris Arena maqsadi Markaziy Osiyoning nafaqat sport, balki madaniy markaziga ham aylanish bo'lib, bunga erishilmoqda. Kelgusida ham infratuzilmalarni rivojlantirish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish reja qilingan. Strolling through this vast sports complex, Ushbu ulkan sport majmuasida sayr qilib, to'satdan o'ylab qoldim. Bugun texnologiyalar kundalik hayotimizigina qulay qilib qolmayapti. Ular katta sportni ham sportchilar va ixlosmandlar uchun tobora qulaylashtirmoqda va bu juda zo'r. Agar Baris Arena haqida gapirsak, bu shubhasizki g'aroyib zamonaviy ko'p funksiyali sport inshooti bo'lib, hammasi e'tiborga olingan. Professional sportchilar o'z qulayligini ta'kidlaydi. Havaskorlar ham shunday. their needs, while fans appreciate the comforts designed for them. As a potential spectator, Va men sport tadbirlarining ehtimoliy tomoshabini o'laroq o'z qulayligim uchun e'tiborni his qildim. Bu yerda restoran, qahvaxonalar, lobbi, translyatsiya qilinadigan katta ekranlar, axborot zonalari va boshqalar bor. Bu hammasi do'stlar yoki oila bilan dam olishga qulay. outing with friends and family. Umuman men hayratdaman. Kelishni tavsiya qilaman. Sporting Marvels dasturini tomosha qiling. Men Madi Fazl. Siz bilan xayrlashaman. Ko'rishguncha.